Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat, yaxshi ko'rdim. Sizni bitta yutuqlaringizni eshitib kirib keldim, to'g'risi gap. Vrachlarimiz o'zlari aytishdilar. Qancha bo'ldi bizga kelganingizga? Ism familiyangiz kim? Hamdam Yangiboy. Qayerdan keldingiz? Qarshidan, Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Joningiz sog' bo'lsin. Qarang, nima shikoyatlar bilan kelgandingiz klinikamizga? Mana bu o'pka shamollash bilan keldik. Mana 1 oy lecheni oldik. Zakonni bo'ldik. Zo'r, Xudoga shukr. Hammasi. Demak, siz hozir bir kurs 1 oylik lecheniyada oldingi keyingi MRT xulosalari bilan kelishdilarmi, shunda Durdan opa? Natijalar yaxshi, xudo xolasa. O'zingizdagi o'zgarish, mana quvonch so'zlari qanaqa? Dil izhorlaringizni ozgina gapirib o'tkazsangiz. Xudoga shukr, rahmat sizlarga kattakon. Baraka topinglar hammalari. Bularda o'pkada 1,5 santimetrlik hosila bo'lgan, o'ng o'pkani yuqori segmentida, yuqori qismida. O'sha narsa hozir mana bir kurs lecheniyada, keyin birovdan keyin tekshirtiramiz. U hosiladan hech narsa qolmagan, hech narsa yo'q. Malades. Sizlardan minnatdorman, Xudoga shukr. Siz bu kishini ayollari bo'lasiz-a? Ayollari bilaman, ming shukr qilaman. Bizaya akam davolandilar, ukam, amakam, xo'jaq o'liblar, Malades. Demak, siz bu klinikaga ixlosingiz juda ham oilaviy baland ekan-a? Joningiz sog' bo'lsin. Natijalar qanaqa bo'ldi mana? Natijalar 100% Xudoga shukr. Baraka yana topinglar. Sizlardan yana bir akam, ukam uchun qanday xursand bo'lgan bo'lsa, xo'jayin uchun ham shundoq. Joningiz sog' bo'lsin. Bitta savolim bor. Gapirayotgan so'zlaringiz haqiqat-a? Haqiqat. Klinikamizga, gapiring. Ichlarimdan xursandchilik ko'z yoshlari, Xudoga shukr. Cheksiz. Cheksiz. Uni isbotlab bera olmaymiz, chunki baribir hammada hayajon bo'ladi-da. Shunda o'sha MRTdan ko'rganimman, undaqa kasallikka qaragan kasal deydik-ku, shunda ko'rdimda, doktor bo'lmasam, tushunmasam, shunda o'sha dog'ni ko'rib, o'shaga xursand bo'lib ketdim. Dog' yo'qligini. Chunki 4-marta 1ga ham, 2ga ham qarshiya davolanib, 3-chisiga ham shuni tushiruvdik, bir xil dog' bor edi. Mana 4-chi 1 oy davolanib, 40 kun ichib, giyohlarni Xudoga shukr o'tga tiniq chiqdi. Joningiz sog' bo'lsin. Qarang, ko'pchilikda fikr bor-da, Vrach shifo klinikasi o'zi davolaydi-da, o'zida tekshiradi deyshadi. Demak, siz tekshiruvni o'zingizda xohlagan yeringizda tekshirildingiz, bu narsani toza deb berdi. Qarshiya tekshirtirdik. Yana bu yerga MSga emas, boshqa joyga Namanganni uyog'iga tekshirtirib keldik, tiniq chiqardi. Joningiz sog' bo'lsin. Tashakkurnomalarim cheksiz. Hammalari dunyo turguncha turishsin. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Kelinglar, ishoninglar, bu chin ekan. Haqiqat. Biza haqiqat. Bu birinchisi emas. Aytdim-ku, bu o'yinmi, 20-chimi bizani o'zimizda nimadan ko'p kelib Davolan